sizlar bilan men Telegramda yangi bot yaratishni o'rganib o'tamiz. Biz botni yaratish 5 qismdan iborat bo'ladi, ya'ni bot fazerga kirib olib 5 ta taqilamiz. Bot buyrug'ini bosamiz, nomini kiritamiz, username kiritamiz, token kiritamiz va bot tayyor bo'ladi. Hozir sizlar bilan shuni amalda sinab ko'ramiz. Telegramga kirib, qidiruv bo'limiga mana shu bot fazerini yozib olamiz. Va botga kirganimizdan so'ng start belgisini bosamiz va biz bu yerdan bizga mana shunaqa uzun xabar beradi va biz bu yerdan birinchi ko'k yozuv, ya'ni create new bot buyrug'ini bosishimiz kerak bo'ladi. Ushbu hozir ekraningizda ko'rib turgan. Va biz bu yerga botimizning nickini nima bo'lish kerakligini so'rashyapti va biz bu yerga botimizning nickini kiritamiz. Ana endi esa bizga botimizning silkasini so'rayapti. Biz shunday kirsak, bu botimiz xato deydi, chunki oxirida bot belgisi bo'lishi kerak. Taxminiy narsalar yozib tashlaymiz hozirchalik. Oxirgi bot qo'shib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, bizda mana shunaqa xabar keladi. Bu botimiz silkasi, ya'ni hozir kiritgan matnimiz. Va bu yerda bizga mana bu yerda tushunarsiz yozuvlar bo'ladi. Biz o'shani nusxalab olishimiz kerak. O'zi buni aslida hech kimga bilmaslik kerak. Men sizlarni yashirib o'tiribman, chunki bu menga unchalik kerak emas. Xo'p, bu yerdagi ko'k yozuvni bosib botimizga kirib olsak, ko'rib turganingizdek botimiz tayyor. Lekin uni ichida hech narsa yo'q. Hozir men sizlarga o'shani o'rgataman. Va biz qidiruv bo'limiga mana shunaqa Genesis deb yozsak, bizga xuddi shunaqa koinotning rasmi turgan Genesis Creator bot chiqib keladi. Biz o'shanga o'tib olib start bosganimizdan so'ng biz tilni tanlashimiz kerak. O'zbek tilini tanlaymiz. Va bu yerda sizga ikki xil narsa beradi. Musiqa tanib oluvchi bot va ijtimoiy tarmoqlarda media yuklovchi bot beradi. Xohlaganimizni tanlaymiz. Masalan, musiqa tanlab oluvchi bot. Va bizga boya nusxalab olgan API tokenimiz so'raydi. Shu tokenni beramiz. Va bizga botimiz tayyor. Biz botimizga mana bu yerda GIF beradi va o'shaning tagidagi silka orqali o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Endi qaytadan start bersak, botimizda xuddi shunaqa menu paydo bo'ladi. Va biz bu yerga xohlagan matnimizni topamiz va bot yozib yuborganimizdan so'ng bot bizga shu matnga mos musiqa topib beradi. Masalan, biz bu yerga taxminiy yozuvlar yubordik. Bizga mana shunaqa misollar beradi. Mana bunaqa misolda qo'shiq matnini bossak, ba'zi qo'shiqlarda matn bo'lmaydi, ba'zilarda esa bo'ladi. Hop, hozir bunisida lekin yo'q ekan. Xullas mana shunaqa. Agar biz boya bu yerdan ijtimoiy tarmoqlarda media yuklovchi botini bosganimizda biz unga ijtimoiy tarmoqlardan silka yuborsak, o'sha silkadan bizga video yuklab berardi, ya'ni Instagram, Telegramlardan. Telegramdan yuklamaydi, YouTube'dan, Facebook, TikTok kabilardan.
Xayr do'stlar, sog' omon bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Keyingi safar bot bilan bog'liq qanday